Assalomu alaykum. Yurg'ilik zotidan Mir Alisher Navoiy Sinoyi Jomiy samoniylar avlodidan bo'lgan o'ktam va oliyjanob qad qomat yigitlarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir qarashda minglab yigitlar qalbiga otash o't solgan, singillaydigan tarifiga tengi yo'q ming bayt g'azaldan dilrabo qizlarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir-birlaridan ulug', qadamlari qutlug', ko'kslari toqallari pok bo'lgan qudalarimiz, qudajonlarimiz. Assalomu alaykum. Mana bugun mana shunday bir ajoyib fayzli xonadonda, Nurafshonimizning mehmondo'st xonadonlarida Abdujalil ota hamda Akramjon akamiz, Valimaxon aya, Husnidaxon opamiz xonadonlarida bugun katta to'y tantana. Mana shunday ajoyib katta to'y tantanada sizdek aziz mehmonjonlarni, qadrdon do'st va dugonajonlarni qo'llarini ko'kslarga qo'yib, mana shu muhtasham to'yxonamiz Baxt qasri Tojizarinda marhabo deya kutib olgan ahli xonadon nomidan, to'y boshlarimiz nomidan mana shu kechamizga, to'yxonamizga xush kelibsizlar deymiz. Xush ko'rdik. Mana shu to'y boshlarimizni o'zlarining halol mehnatlari tufayli siz aziz mehmonjonlar oldingizga yozilgan fayzli oqshomining to'kin sochin dasturxondagi barcha noz ne'matlar siz aziz mehmonlar, qadrdon do'st dugonlar uchun muntazir, bemalol tortinmasdan marhamat qilib olib o'tirishlaring mumkin. Visol oqshomi bugun unutilmas ayyom bugun. Muhabbat bobida doston bo'lgan, sevgi sahrosida bo'ston bo'lgan, yetti iqlimga dong'i ketgan, muhabbat qal'asini zab etgan, Farhod va Shirin, Layli va Majnundek ushbu kunda o'zlaringiz guvohlari bo'lib o'tirgan xushbaxtjon va Husnidaxonlarning visol oqshomi bugun. Mana shunday ajoyib visol oqshomida siz azizlar nomlaringizdan kechamiz shahzodasi Xushbaxtjonga, kechamiz malikasi Husnidaxonga yaratgandan sihat salomatlik baxt tilaymiz. Ilohim baxtli bo'lsin. Shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lsin deya yaxshi niyat qilamiz. Ilohim farzandlari mana shu xalqimiz uchun, vatanimiz uchun, yurtimiz uchun nafi degan insonlar bo'lib yetishishini yaratgandan so'rab qolamiz. Azizlar, yana bir bor xush kelibsiz. Kechamizni ochiq deb e'lon qilaman. Barchangizga ko'tarinki kayfiyatda yoqimli ishtaha tilaymiz. Azizlar, bugun mana yarim asrdirki uzilmas qayishdan bel bog'lab xizmat qilib kelishyapti. Mubina video studiyasining elga mashhur navbardori Rahmatali akam Aliyev hamda Madina studiyasining elga mashhur navbardori Shahzodjon Karimovlar bugun sizlarning xizmatingizda bo'lishadi. To'yimiz ham o'targan mangu, zafarlar va quvonchga to'lib, bu lentalar qoladi mangu, bir umrga istalik bo'lib. Qolaversa bugun o'zlarining chiroyli qo'shiqlari bilan xalqimizni ardog'iga sazovor bo'lib kelayotgan, sizning ko'nglingizdan joy olgan yoshlar suygani yosh xonanda muhabbat kuychisi, estrada qo'shiqlarining salbiy ravoni betakror ovoz sohibi, shirin nafas hofizimiz Dilmurodjon Usmonov o'zining bir guruh san'atkor do'stlari bilan bugun o'zlarining chiroyli qo'shiqlar guldastasini siz azizlarga armag'on etishadi. Azizlar, albatta siz azizlar ruxsatlaringiz bilan mana shu yoshlarimizni o'z o'rinlariga o'tirib olishlariga ruxsat beramiz. Marhamat. Kelin hamda kuyovimiz o'tirib olinglar, ko'p turmanglar. Xolos mana shu hayotda ko'p turib beradigan damlar keladi. Ana o'shanda turib berasizlar. Borgan joyingda toshqot kelinchak, borgan joyingda gul bo'l kelinchak. Rayhon unsin bosgan izingdan nur to'kilgan xur bo'l kelinchak. Borgan joyingda daraxt bo'l ko'kar, shoxlaringda qushlar sayrasin, duo qilsin qaynonang, onang, o'tganlar havas bilan qarashin. Qarashlaring inson yaralish, Sonboyning satrlaridan shabodalar she'r olib o'tmish Husnidaxon ro'moling natrlardan. Azizlar, ruxsat berasizlar, men navbatni san'atkorlarga qo'shiq kuylashga beraman. Qo'shiqlarda aks etar shodlik, yuraklarda mudom ehtirom, ishq sozini qo'llarga oldik, taskin topsin dillarda orom. Marhamat. Men umrni ko'rmay qolsam, yonginamdan o'tib ketibdi.
Qo'limga bir kitobni tutib taqdirimni bitib men umrni ko'rmay qolibman yonginamdan o'tib ketibdi qo'limga bir kitobni tutib taqdirimni bitib ketibdi hatto yuzim bir bor ko'rsatmay izlarini chizib ketibdi meni hayot jangiga tashlab kurash deya yozib ketibdi men umrni ko'rmay qolibman yonginamdan o'tib ketibdi bormoqdaman ortidan quvib bolalikni yoshlikni tashlab bormoqdaman ortidan quvib bolalikni yoshlikni tashlab Kids
Yemey turibman-da videoga olganingizga. Yeb videoga tushib qolmaydi-da. Menga qara, ichib. Bu narxdan ham oy men to'g'ri oy. Yo'lda. Qatardanmi? Qatardan ko'chamiz. Yoki yagonada Qatar. Bunisi-chi? Bu tarafda. Kurishtirdik. O'sha qarisi. Avvalambor assalomu alaykum, mana shunday fayzli Misol oqshomiga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, duogo'y onaxonlarimiz, opa-singillar, aka-ukalar, mana bu yerda do'stlarimiz, 88-yil yigitlar, xush kelibsizlar hammalaring. Kechamiz nomida yaxshi kayfiyatdamiz barchalaringga. Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Har biringlarning xonadonlariga o'zgacha baxt, fayz bilan kirib kelsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Har biringlarning xonadonlarida mana shunaqa to'ylar, faqat xursandchiliklar bo'lishini tilakdoshimiz. Yoshlarimizga baxtilimiz, kuyovlar baxtli bo'linglar, to'ylaring muborak bo'lsin. Ota-onalaringning xizmatini qilinglar, duosini olinglar. Sizlarning baxtinglar uchun biz san'at ahli qo'limizdan kelganicha sizlar uchun xizmat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kechamizni olib borish uchun ajoyib so'z ustasi, ko'p yillar xalqimizning xizmatida bo'lib kelgan inson akamiz. Biz kichkina bo'lib to'yga chiqishni boshlaganimizda bu inson xalqimizning xizmatida bo'lib kelgan Husanjon akamiz bilan sizlar uchun xizmatda bo'lamiz. Husanjon aka, marhamat. Yoshlar baxtli bo'linglar. Rahmat do'stlar, joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. Yurakdan tirilgan kuy kechak emas, fayzi boshqa bo'lgan mun kechak emas. Bunda oshiq dardi, bunda do'st dardi, hasrati o'zgacha mun kechak emas. Kuylari oshig'i ovora uchun, ko'ngli bilan ishqi satbora uchun, olqishini ayamang, duolar qiling, qo'shiqlar kuylagan san'atkor uchun. Dilmurajon Usmonovda guldiroz qarsaklaringiz bilan olqishlab qo'yamiz. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dilmurajon, mana bu guldiroz qalsaklar va shu muxlislaringizdan sizga bo'ldi. Sog' bo'ling, chiroyli qo'shiqlar, jozibador ovozlar uchun. Azizlar, kechamiz davom etadi. Davramizga xonadon sohiblarining sohibalarini da'vat etamiz. Xonadonni ahli avvali padari buzrugvorlari Abdujalil amakimni hamda Akramjon akamizni, Munis mehribon onajonlari Olimaxon ayamizni va qudalar qatoriga qo'shilgan yangi quda opamiz Husnidaxon opalarimizni davramizni badiiy maydoniga chorlaymiz. Kelinglar, marhamat to'y boshlarimiz. Davramizning badiiy maydoni siz, aziz ota-onalar uchun muntazir. Marhamat. Kelinglar. Bu dunyoning xilqati ayol, ma'no birla hikmati ayol, odamzodga tilagi iqbol, ko'rmay desang umringda zavol, sen onalar duosini ol. Farishta ham ayol siymodir, bir qalbida ming mehr jodir, o'yi fikri vafo hayodir, ko'rmay desang umringda zavol, sen onalar, otalar duosini ol. Marhamat, duogo'y otajonlarimizni, onajonlarimizni, to'y boshlarimizni, to'yxonamizni badiiy maydoniga da'vat etamiz. Kelinglar, marhamat azizlar. Akramjon aka, marhamat, kelinglar azizlar. Aziz ota-onalarimiz, eng avvalambor davramizga xush kelibsiz, xush ko'rdik. Sizlarga mana shu bugungi, mana shu kechamizdagi davramizdagi barcha yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz, do'stlar, dugonajonlar nomidan bugungi to'ylar, o'g'il, qizlar, kelin, kuyovlar muborak bo'lsin deymiz. Yaxshilarni albatta siz azizlarda eshitamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Shunda bilan shu vaqtjonlar Ilohim umrlar uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, baxtli bo'lsin, sher farzand, sher davlat bo'lsin. Hamisha
ko'p bolali bo'lib inoq intiqom bo'lib yashasin. Ilohim qaynoq-qaynotasini xizmatini qilsin. Ilohim hamma sog' salomat bo'lsa, ana shunaqa yaxshi to'ylarga yetkazsin. Assalomu alaykum. Bismillah. Apa-ukalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illarim, qizlarim, nevaralar, hammalari xush kelibsizlar. Mana bugun biz Xushbaxtjon bilan Shunidaxonda nikoh to'ylarida o'tirar ekanmiz. Bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Kelajakdagi ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kelajakda o'zlari ko'payib, hammalari ishlarini omadini berib, tanjonlari sog' qo'sha qarib yurishaversinlar. Rossiyada yurgan o'g'il, qiz, nevaralarim, kuyovlarim, kelinlarim nomidan, hammalari nomidan tabriklayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mana shu Tojizlarning ko'rshonasiga yig'ilgan aziz mehmonlarimiz. Mana bugun mana shu kechaning sababchilari o'g'limiz Xushbaxtjon, mana shu bugundan boshlab qizimiz Xushnidaxonlarning baxt va visol oqshomlarida o'tirar ekanmiz. Men mana shu o'zimga berilgan fursatdan foydalanib, bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik, kelajakda mana shu qizimizning o'qishlariga, Xushbaxtjonning ishlariga omadlar tilayman. Doimo baxtli bo'linglar. Xonadonimizda eng namunali kelinlarimizdan biri Xushnidaxon bo'lsin. Doimo baxtli bo'lib, qo'sha qaringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Tojizlarning ko'shonasiga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, xudopojonlarim, onajonlarimiz, opa-singillarimiz, hammalaring mana shu Tojizlarning ko'shonasiga xush kelibsizlar deyman. Mana bugun biz uchun asaldek shirin bo'lgan farzandlarim Xushbaxtjon shu bugundan e'tiboran mana shu 3 ta qizim, 4 ta bo'ldi deb o'ylayman. Xushnidaxon, hammalaring tanijonlaring sog' bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsalaring niyatlaringga Xudoyim o'zi yetkazdirsin. Xushnidaxon bilan Xushbaxtjon hamisha tanijonlaring sog' bo'lsin bolajonlarim. Doimo baxtli hayot kechirib, hovlimni to'ldirib o'ynab kulib yuringlar. Kelgusi o'qish va ishlaringda hamisha omadlar tilayman. Doimo baxtli bo'linglar bolajonlarim. Mana shu to'yga qatnasha olmagan qizim Zarinaxon, o'g'lim Fayzillajon, Firozjon, Sherovjon, Shirina Bonu, barcha jigar jiyanlar nomidan hammalari telefon orqali tabriklar, salomlar aytib qo'yishdi. Doimo baxtli bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Avvalo uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, hamza mehmonlar, mana bugun biz qizim Xushnidaxon va ularning umr yo'ldoshlari, o'g'lim Xushbaxtjonlarning nikoh va baxt kechalarida o'tirar ekanmiz. Men bularga o'zim nomidan, qolaversa oila a'zolarimiz nomidan, Rossiya shahrida ishlab yurgan qarindoshlar nomidan tabriklayman. Doimo baxtli bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, shu ajoyib koshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun biz jiyanim Xushnidaxon va Xushbaxtjonlarning baxtli oqshomida o'tirar ekanmiz. Men bu 2 yoshga o'zim nomimdan, oila a'zolarimiz nomidan, Rossiyada yurgan shu to'yga qatnasha olmagan singllarim nomidan, jiyanlarim, o'g'illarim, qizlarim nomidan bularga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida va o'qishlarida ulkan zafarlar tilayman. Doimo bular qo'sha qarib, serfarzand, serdavlat bo'lsin, Allohning panohida o'ssin. Allohim doimo bularni o'z panohida asrasin. Kimki shu koshonaga yaxshi niyatda, nima niyatda kelgan bo'lsa, o'ziga hamroh bo'lsin. Allohim doimo bularni o'z panohida asrasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
volidai muhtarama onajonlarimizdan eshitdik yaxshi niyatlarni, yaxshi istaklarni, ilohim yaxshi niyatlar, yaxshi istaklar ijobat bo'lsin. Endi navbatni padari buzurg'onlarga beraman. Marhamat, to'yboshlarimiz, to'ylar sizlarga ham muborak bo'lsin. Yaxshi niyat, yaxshi istaklarni, eng yaxshilarini albatta siz azizlardan eshitamiz. Akamjon aka to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Avvalambor kelganlaring uchun rahmat. Oldilaringga qo'yilgan noz-ne'matlar hammasi sizlar uchun muntazir. Shu fursatdan foydalanib men shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelajak ishlarda, o'qishlarda omadlar tilayman. Ilohim baxtli bo'lishsin, o'zlaridan ko'payishsin. G'am kunlarni ko'rmasin, ilohim hamma vaqt xursandchilikda tabassum bilan yurishlarini tarafdoriman. E'tiborlaringizni so'raman. Avvalambor assalomu alaykum. Hamqishloqlar, uzoq yaqindan kelgan yori do'stlar, qo'li demak xizmat qilayotgan yori do'stlar. Hamisha shunday kunlarga hammalaringga Xudo nasib etsin. Mana bugun o'g'lim Shuhratjon qizimiz Sindaxonlarning baxt va nikoh to'ylarida o'tiribmiz. Ularga uzoq umr, o'qishlarida, ishlariga tantanalik umid tilayman. Ularga hamisha Xudo so'rayman, ularga yaxshi farzandlardan Xudoning o'zi nasib etsin. Yana bir choqqa hammalaringga tabrik qilaman besh to'ylarga. Hamisha niyatlaring yetishishi, hamisha xursandchilik, obodonchilikda yuraylik. Mana shu rasada yurgan yo'ra do'st qizim nomidan ham, yo'ralam nomidan, kuyovim nomidan hammalaringga tabriklayman. Ularga uzoq umr, sihat, salomat tilayman. Ishlariga omad, xizmat qilayotgan aksiyalarimga ham hamisha omadlarni bersin, tinchlik, omonlik bo'lsin. Oldilariga qo'yilgan noz mevalar hamisha sizlar uchun muntazir. 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Salomat bo'ling, hammalaringiz ko'psizlar. Avvalambor assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda mezmonlar va Mehridaryo onajon opa-singillar, yoshlari ulug', qadamlari qutlug' nuroniy otaxonlar, onaxonlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir qo'li bilan dunyoni, bir qo'li bilan jajji farzandlarini tebratib kelayotgan aziz onajon opa-singillar, assalomu alaykum. Aziz do'stlar, mana bugun qizimiz Xushnidaxon qolaversa 2 o'g'limga 3-o'g'il bo'lib kelayotgan xushbaxtjonlarni baxt misoli oqshomlarda o'tirar ekanmiz. 2 yoshga avvalambor o'zim nomidan qolaversa, oila a'zolarim nomidan, ya'ni shu to'yga qatnasha olmagan barcha Rossiya shahrida yurishgan aka-ukalarimiz nomidan ham tabriklayman. Doim 2 yosh baxtli bo'lsin, ser farzand, ser davlat bo'lsin. Yana agil shu vaqtlarga, beshik to'ylariga mana shunday davralarda birga o'tiraylik. Ilohim sog' salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz rahmat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, otaxonlar, onaxonlar, opa-singillar, aka-ukalar. Hammalaring xush kelibsizlar mana shu bugungi nikoh to'ylariga. Sababchilari janim xushbaxtjon. Kelinimiz mana Xushnidaxon. Baxtli yashasin, doimo xursandchilikda yurishsin. O'qish va ishlariga omad tilaymiz. Sog' salomat bo'lishsin. Hamisha mana shu to'yga qatnasha olmagan oila a'zolarimiz nomidan, o'g'lim nomidan hamda jiyanlar nomidan tabriklayman. Jiyanlar, kuyovlar, hammalar nomidan baxtli yashanglar. Hamisha xursandchilikda yuringlar, sog' salomat bo'linglar. Hammalaringga omad. Ota-ona orzusi farzandlar to'yini ko'rmoq, farzandlarni to'yida muncha-muncha o'tirmoq. Bu savolga javobni davra ahli o'ylasin. Mana shu 2 yoshning baxtiga ota-onalari o'ynasin deya mana shu ota-onalarimizni joylab qo'shlarga davrimizga taklif qilamiz. Qay marhamat. Marhamat to'y boshchilarimiz. Sevdim
Aslan.